Mana do'stlar. Qongan pashsha. Ey. Molga qanchalik ziyon foydali bilmadim. To'g'ri ziyonini bilmadim, lekin mana pashshalar qirilib ketyapti. Mana do'stlar. Nimalar pishib ketyapti. Nimalar bo'lyapti. Foydali ma'lumot bergan bo'lsak, like qilib qo'yasiz. Hammasi bo'lyapti. Mana shu yangi chiqqan. Qaranglar, ko'raveringlar. Zinon. Pashsha shuncha chiqqanini bu bilmayman nima ta'sir etuvchi moddalar. Turkiyaniki bilmayman. Pashshani qotili. Men pashsha уже deyarli qolmadi hisob qilasizlar. Devorlarga yoqqa sepib tashlamoqman. Pashshasi yo'q. Bu qo'laning nima pashshasi yo'q. Hozirgi borlari ham aynan hozir qirilib qadrlar. Shu ustidagilar hammasi o'ladi hozir. Yalasa bo'ldi. Ustidagi hozirgi pashshalar nimalar yerga tushdi. Do'stlar, mana shu ham o'lyapti. Bu nargilar ham hozir o'ladi. Yelkasida ikkita bor. Mana shular hozir o'ladi. Mandiraj bo'lib qolaman. Kuzatib turinglar, mana bu ham. Qanotlarni o'sha qimlatishni boshladi. 5 minut 10 minutda o'lyapti. O'lyapti. Bo'ldi, bu tamom. Bitler kaput. Qonni olib qoldi. Do'stlar, qaranglar, o'lyapti. Finali jon beryapti. Bo'ldi, bu ham bo'ldi. Ko'rdinglarmi? Har bitta pashsha shu holatga keladi. Qongani tamom degani. Mana shu ham o'lyapti. O'lib bo'ldi hisobda. Sizlarga isboti bilan ko'rsatdim. Mana shu ustiga qonganlar ham o'ladi hozir. Beshimdan ham shu mandiraj bo'lib yuribdi, nima bilyapman mana. Ko'tara olmayapti. Bas, hammasi o'ladi pashshalar. Do'stlar, shunaqa gaplar.